Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Bugungi qiladigan ishimiz xosta gullarimiz mana 3 xil sortidan bor xostani. Bunisini tomiri yo'q. Mana bularning tomiri bor. Mana shu bularni yerga ekib olamiz. Ana bu chuqurcha qilganmi? Ana shu chuqurchalarga chiroyli qilib tomiri bor mana. Shu ikkita betomirni ham qo'yamiz. Eksperiment qilib ko'ramiz. Sizlarga yana davomini aytaman. Yaxshi tuproq olinma. Chirindi. Ana bularning tuprog'i yaxshi emas. Xosta. Bargi to'g'ri. Buni bargi bunaqasi. Bargi chiroyli. Yoqadi menga shu xosta. Yana xuddi shundan. Yana bir xili bor. Men ko'rsataman. Mana. Buni ichi ko'k, girdi oq. Buni ichi oq. Kuzatishda davom etinglar. O'zi mana shu joyimizga polni xosta bitta undan bitta bunaqa ekanmiz. Bularni tozalab, chopib, akkuratni qilib qo'yamiz. Hozir men oxirgi chuqurchani ham kavlab bo'ldim. Bu yerdan bitta chuqurcha, ikkita chuqurcha, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9 ta chuqurcha bo'ldi. Ana bu yerga kitayskiy rozani o'tkazmoqchiman. Bitta barglar tushib ketgan kitayskiy rozam bor. Hozir polni chuqurchalarni kavlab chiqdim. Hozir xostalarimdan yana yetmadi, yana olib kelaman. Yana tuproq chirindidan olib kelaman. Hammasini sizlarga ko'rsatib boraman. Xostalarni bu yil berlarni chiroyli qilib xosta qilaman. Bir piyonlar ham bor. Nastis gullari ham bor. Bir xosta ham qilmoqchiman. Baraga kitayskiy roza qilmoqchiman. Shunaqa go'zal bo'ladi, berkin uychamiz oldi, shunday chiroyli bo'ladi. Kuzatib boringlar. Yangiliklarni doddasini qilmoqchiman, yangiliklarni qilmoqchiman bu yerga. Suv solib chiqamiz. Xostalarim polni ekildi. Hammasi tancha piqqildim, suv soldim. Piyonchalarim ham yashnab, taklarini chopiq chaqib chiqdim, yumshatib. Endi bir 2 kundan keyin xabar olamiz bulardan. Yana piyonchalar. Taklarini chopiq qilib yumshatdim.